Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Inshaalloh bugungi videomiz KIP Kwi Hwayong Chongapyonga haqida bo'ladi. Inshaalloh foydali bo'ladi. Qani unda videoni boshladik. Kwi Hwayong Chongapyonga, demak bu ham umumiy baholash deb olsak bo'ladi. Demak bunga kimlar topshirishi mumkin? Koreya fuqaroligini olmoqchi bo'lgan kishilar topshirish kerak ekan. Demak KIP Sovetonga program 5-bosqichining barcha kurslarini to'liq tamomlaganlar deyilibdi. Ya'ni bunda barchasi deyilganda nima deyilgan? Nimani nazarda tutilgan? 70 soatlik bor, Kibon Kwajong. Undan tashqari yana Shimhua Kwajong ham bor, ya'ni chuqurlashtirilgan dars ham bor. Ya'ni 70 soatlikni shunchaki ozgina chuqurlashtirib, qisqartirib desak ham bo'ladi, 30 soat qilishgan. Siz shuni ham o'qigan bo'lishingiz kerak ekan. Ya'ni 70 soat darsdan tashqari 30 soat ham o'qisangizgina kira olar ekansiz Kwi Hwayong Chongapyongaga. Agar siz faqatgina 70 soatni o'qigan bo'lsangiz, siz Yongjuyongga topshira olasiz, Kwi Hwaga kira olmas ekansiz. Va yana kimlar Koreya fuqaroligini olish uchun ariza topshirgan kishilar ham kirsa bo'lar ekan. Faqatgina o'sha ariza topshirgan kundan boshlab 1 yil ichida imtihonga kirish kerak ekan. Demak, qanday shaklida bo'ladi? Bunda ham PBT va CBT ekan. Ya'ni PBT paperda bo'ladi, ya'ni qog'oz shaklida bo'ladi. CBT esa kompyuter shaklida bo'ladi. Demak, ikkitasida ham savollar bir xil. Pilgichiyom deyiladi. Demak, bunda Kekkwanchik 36 ta, ya'ni shunchaki variant belgilaymiz bunda, topik testga o'xshab, va Changmunhyong deyilgan qisqa yozish kerak bo'lgani 4 ta ekan. Va Kusulshiyom deyilgani bu o'sha og'zaki maragini tekshirish uchun. Bunda 10 minut berilar ekan. Ballarini va minutlarini qayta tekshirib olsangiz bo'ladi. Demak, Changmunhyong yozma topshiriq, ya'ni Segida berilgan mavzu asosida 200 bo'g'indan oshmagan holatda yozishingiz kerak. Oshib ketsa ham bo'lmaydi. Oshirmasdan shu bo'g'inga to'g'rilab yozishingiz kerak. Kusulshiyom og'zaki imtihonda, demak, sizdan nimalarni tekshirishadi? Gapirishingiz qanchalik, sizni tushuntirishingiz qay darajada va suhbatlashish qay tarzda olib borishingizni baholashar ekan. Demak, imtihon davomiyligi taxminan 10 daqiqa, undan ko'proq, ozgina kamroq ham bo'lishi mumkin. Demak, 2 nafar nazoratchisi bo'lar ekan, ya'ni bir xonaga kiriladi, 2 nafar nazoratchi bo'ladi u yerda va siz 2 kishi bo'lib kirasiz. Bir vaqtda 2 kishini baholashadi. Albatta, alohida so'rab berishadi. Bir vaqtni o'zida 2 kishini shunda tugatib chiqarib yuborishadi. Natijalar e'lon qilishi, demak, PBT va CBT ni farqi bor ekan. PBT imtihon o'tgandan keyin 6 kundan keyin chiqar ekan natijasi soat 4 da. CBT kompyuterda topshiradigan bo'lsangiz, imtihon o'tkazilgan kundan boshlab ish kunida hisoblaganda 2 kundan keyin bo'lar ekan, soat 4 da chiqar ekan natijalari. Demak, o'tish balli 100 balldan kamida 60 ball to'plasangiz, siz imtihonni o'tgan bo'lar ekansiz. Agar imtihonga ro'yxatdan o'tib, imtihonga bormaydigan bo'lsangiz, avtomatik yiqilgan hisoblanar ekansiz. Natijalarni qayerdan ko'ramiz? Demak, natijalarni ko'rish uchun kiptest.org saytiga kiramiz. My page va Songjok Hwagin bo'limidan tekshirsak bo'lar ekan. Va natijalar bayram kunlari va dam olish kunlari sababli biroz o'zgarish ham mumkin ekan. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz haqqimizga duo qilib qo'ying. Alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.